Murojaatnomada deputatlarga ham juda bir katta vazifa bilan yuklanish bilan birgalikda bir qator vakolatlar ham berildi. Bu albatta bizni xursand qildi va shu bilan birgalikda mas'uliyatimizni yana bir karra oshirdi. Chunki har ikki tashabbusning birida deputatlarimizga ishonaman. Men deputatlarimizdan shu narsani alohida bir nazoratga olishlarini xohlayman degan bir gaplar aytildi va men o'sha majlisda o'tira turibman va hozirgacha ham bir narsa aylanyapti xayolimda, bu ya'ni biz o'zgarishlarni kutib yashamaymiz, o'zgarishlarni o'zimiz yaratamiz degan bir gaplar bo'ldi. Chunki albatta uzoq yillardan beri aytadilar, bizni davlatimizni hech kim kelib chetdan o'zgartirib bermaydi. Har bitta islohot o'zimizdan chiqishi kerak. O'zimizdan chiqqan islohot o'zimiz uchun asqotadi va buni tagida chuqur ma'no bor deydilar va shu uchun ham endi o'zgarishlarni kutib yashash emas, har bitta fuqaro mana shu o'zgarishlarga asos bo'ladigan takliflarni berishi, ularni rivojlantirishga o'zining hissasini qo'shishi va faol bo'lishi mana shu bir shiorni ostida bor va nafaqat deputatlar, nafaqat bugungi murojaatnomada ishtirok etgan faollar, partiyalar, balki butun xalqimiz uchun bu murojaatnoma jipslashishga, birlashishga, har bitta islohotni birga amalga oshirishga va hayotimizni o'zgartirish uchun birga harakat qilishga undadi deb o'ylayman.